Fiorentina ustidan 1-0 hisobidagi g'alabadan so'ng Ranieri Sky Sport'ga bergan intervyusini sizlarga taqdim etamiz. Yakshanba kuni Fiorentina ustidan 1-0 hisobida qozonilgan g'alabadan so'ng Claudio Ranieri Sky Sport'ga intervyu berdi. Murabbiy quyidagilarni aytdi: Bolonya va Yuventus uchrashuvini kechki ovqat paytida tomosha qilasizmi? Men ovqatlanishga chiqaman, tashqariga chiqyapman. Shuning uchun uni tomosha qilmayman, balki yozib qo'yarman. Lekin albatta tomosha qilishim shart emas. Biz Yuventus yoki Bolonyaga qarshi o'ynamayapmiz. Shuning uchun bu hozircha zarur emas. O'yin haqida gapirib bera olasizmi? Juda ko'p adrenalinni, jasoratni va g'alaba uchun fidokorlikni, kurashni ko'rdik. To'g'ri aytasiz, Fiorentina texnik jihatdan kuchli, zo'r futbolchilarga ega jamoa va ular sizni bosim ostida oladi. Biz ularni yuqoridan pressing bilan qarshi olishni xohladik, lekin bunga erisha olmadik. Buning uchun ularga e'tirof berish kerak. Ular bizni soya ortidan quvishga majbur bo'ldi. Shunda men yigitlarga aytdim, orqaga qaytinglar, aks holda kuchingizni sarflab hech narsa qila olmaysizlar. Birinchi bo'lim oxiridagi gol hal qiluvchi bo'ldi. Bu menga futbolchilarimning imkoniyatlarini to'g'ri boshqarish imkonini berdi. Siz ham o'z hissangizni qo'shdingiz. San Sirodagi tarkibdan farqi yo'q edi, lekin 5 ta almashtirishni o'z vaqtida amalga oshirib, natijani ushlab qoldingiz. Bu boshqarish oson bo'lmasa kerak. Yo'q, bu oson emas edi, chunki ular juda sifatli jamoa. Men ularni kuzatayotganimda va o'rganganimda taassurot qoldirishdi. Ular juda yaxshi o'ynashadi. Ammo biz ham qat'iyatli, jipshib, diqqatli bo'ldik, qattiq harakat qildik, lekin hech qachon taslim bo'lmadik. Aynan shunday o'yinlar menga eng yoqadiganlaridir. Mateo Suleni qanot himoyachisi sifatida o'ynatishga qanday erishdingiz? U himoyaga qaytib uzatmalarga qarshi kurashdi. Bu katta mehnat talab qilardi. Bu sizning xizmatlaringizmi? Bu yigit juda ochiq va harakat qilishga tayyor. Mavsum boshida o'ynamay qiynaldi. Endi esa men unga ishonch bildiraman va u biz uchun kutilmagan sovg'aga aylandi. Qanotda raqibni aldab o'tadi, uzatma beradi va orqaga qaytib himoyada yordam beradi. Men uni Napoliga qarshi uy o'yinida ko'rganman. U doim Zeki Chelikka yordam berib, Neresni to'xtatishga urinardi. Uni o'tib ketishi oson emasdi. Aynan o'shanda fikr tug'ildi. Siz futbolchini har kuni mashg'ulotda ko'rib, yaxshiroq tanib borasiz. Bu yigit katta fidoyilik ko'rsatmoqda. U aqlli, ham qarshi yugurganida nima qilmoqchiligini aniq biladi. Siz shunchalik mohir murabbiy bo'lganingiz uchunmi yoki biz sizning futbolchilaringizni yetarli baholamayapmizmi? Menimcha murabbiy yolg'iz hech narsaga erisha olmaydi. Yaxshi futbolchilar kerak. Men bu jamoani qabul qilganimda ular cho'kayotgan kema edi. Ular yordamga muhtoj edi. Ular meni otadek tinglashdi. Chunki men yurakdan gapirdim. Nima istayotganimni ochiq aytdim. Ular yo'limdan yurishdi, sadoqat ko'rsatishdi, hech qachon taslim bo'lishmadi. Endi albatta o'ynamayotgan futbolchilar biroz xafa bo'lishi mumkin, lekin yordamchilarim aytadi, mashg'ulotlarni ko'rish zavq bag'ishlaydi. Ular o'zlarini ko'rsatish uchun bor kuchlarini berishyapti. Bu esa men uchun quvonarlidir. 1-0 hisobidagi g'alaba ham baribir 3 ochko degani shunday emasmi? Men har doim aytaman, futbol chiroyli, chunki unda turli xil fikrlar, yondashuvlar mavjud. Har bir murabbiy o'yinga o'z qarashi bilan yondashadi. Aynan shu xilma-xillik futbolni hayajonli qiladi. O'yinda esa uni o'qish, futbolchilaringiz nima bera olishini anglash, raqibga qanday muammo tug'dirish yoki hech bo'lmaganda ularga qulay imkoniyatlar bermaslikni tushunishingiz kerak. Biz Mois Kenga ba'zi imkoniyatlarga yo'l qo'ydik. U zo'r hujumchi, lekin biz umumiy hisobda juda yaxshi himoyalandik.